Assalomu alaykum. Yana bir marta zapisni boshladim. Demak, bugungi efirimiz Alaykum salom. Bugungi efirimiz bag'ishlangan bo'ladi, albatta, pullarga. Daromadni qanaqa qilib oshirish mumkin? Umuman, daromadni 2 baravar, 4 baravar oshirishni xohlaymiz. Вообще bu nima haqida? Nimaga bu ba'zan oson, ba'zan nu juda qiyin bo'ladi. Yillar ketadi 2 baravar oshirishga. Buni orqasida nima turadi? Nima qilsak daromadimizni tez oshirishimizni imkoniyati bor? Bu nimalarga bog'liq? Shu haqida gaplashamiz va undan keyin chatda интересный savollar bor edi. Shu savollarga javob beraman. Va shu bilan birga praktika bajaramiz. Nu, 1 soatdan sal oshiqroq vaqt davomida birga bo'lamiz. Bugungi efirimiz davomida kimda qanaqa savollar tug'ilsa, chatda yozib qoldirasizlar. Zoomni chatida yoki Telegram chatda. Efir oxirida обязательно javob beraman. Efir boshida e'lon aytib o'tmoqchiman. Qisqagina, ko'p vaqtlar solmayman. Yaqinda, так, задний курс числосini yozib bor. Intensiv kurs bo'ladi, 2 kunlik. Bu taqdir matritsasi asosida pul kanalini tahlili. 23-mart kunida. 23-mart kuni bo'ladi. Pul kanalini tahlil qanaqa qilib qilamiz? Shuni o'rgataman. Har bitta insonni o'zini pul kanalida o'zini energiyalari turgan bo'ladi. Uni pullarini oshiruvchi sifatlari, uni pullarini tushiruvchi sifatlari. Va undan tashqari nimaga pul sarflasa unga pul ketiradi va nimaga pul sarflashi uni pulini kamaytiradi. Bu haqida gaplashamiz va qaysi professiyalar sizga ko'proq mos keladi, pulingizdagi energiyalarga qarab. Va shunga o'xshash yana juda ko'p интересный savollarga javob olasizlar. Bu yerda nafaqat siz o'zingiznikini, balki turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz, farzandlaringiz, dugonangiz hammasini pul kanalini o'qishni o'rganasiz. Mustaqil ravishda yaqinlaringizga ham bu narsani ko'rib berish imkoniyatlaringiz bo'ladi. O'ylaymanki, bu juda ko'pchilikka qiziq deb, chunki taqdir matritsasi o'zim judayam unikal metod, juda yaxshi ko'raman. Men butun hayotimni o'zgartirishimga katta hissa qo'shgan narsa. Prям nima maniki emas. Cho'tka aniqlab olganman o'shanda. Albatta, inson intuitivni maniki emasni biladi. No, xohlamang tashqaridagi tasdiq unga kuch beradi, ishonch beradi. Baribir ikkilangan joylaringiz bo'ladi. Matritsada bu narsa prям cho'tka aniq bilinishni boshlaydi. Shu uchun hammalaringizni taklif qilib qolaman. Demak, darsimizni boshlaymiz. Nima haqida gaplashamiz? Bugun demak, daromad haqida gaplashamiz. Bizaga har doim pulimiz bir necha barobar oshishi muhim. Kamida 2 baravar, bo'lmasa 3 baravar, kimdir 10 baravar xohlaydi. Va pulimiz ko'p bo'lishining orqasida nimadir turadi. Men shuncha pulim bo'lganda edi, men uy sotib olardim, mashina sotib olardim, putешествиеga chiqardim, yana nima degan narsalar bo'ladi. Hozir iltimos hammalaringiz diqqatlaringizni o'zlaringiz daromadlaringizni qanchaga oshirmoqchi ekanligingizga qarang. Bu necha karra oshirish? Chatda yozib qoldiringlar va o'shancha daromadingiz bo'lganda siz nima qilgan bo'lardingiz? Qisqa qilib yozinglar. 3 baravar oshirishni, 1 baravar oshirishni, yo'q, 1 baravar emas, 2 baravar. 2 baravar oshirishni istardim, 1,5 baravar oshirishni istardim. Bu pulimga mashina olardim, uy olardim, nima qilardim? Yozinglar. Chunki bu hozir praktikamizda kerak bo'ladi bu ma'lumot. Yozish nimaga kerak? Yozganingizda diqqatingizni yaxshi jamlay olasiz. O'qirdim. Хорошо. Biza ko'pincha diqqatimiz, pulimiz, daromadimiz bir necha baravar oshganda nimanidir sotib olishga qaratilgan bo'ladi. Lekin Polya nuqtai nazardan bu butunlay boshqa narsa haqida, butunlay boshqa protsess haqida. Va asosiysi biz sotib olgan narsa emas. Asosiysi bizni hayotimiz o'zgarishida.
Ya'ni daromadingiz 2 baravar, 4 baravar, 10 baravar oshganda, va alaykum salom va qanchalik hayotimiz o'zgaradi? Pul bizada juda ko'p protsesslarimizni o'zgartirib yuboradigan narsa va uni ta'sirida nafaqat hayotimiz, o'zimiz, atrofimiz, bizni o'rab olgan insonlar va shu bilan birga bizani hayotiy potensialimiz o'zgaradi. Shu joyda bitta interes narsani aytib beraman sizlarga. Yaqinda bitta dugonamni uyida bo'ldim. Ну, shahrida oylari pensioner. Pensiyaga chiqqanlariga ancha bo'lgan. Va suhbatlashib turganimizda kelib bir narsa so'rayman sandan deb kirdilar so'radilar. Mhm. So'radilar, mana buni qarab ber, mana bu savol berilgan, javobi mana bunaqa deyapti deb. Angliyskiy. Dugonam aytyapti, ha buni bunaqa emas, mana bunaqa bo'ladi. Ha, ustozni o'zi adashibdi-da, dedilar-da. Ha, hozir ustozga yozib yuboraman, o'zi adashibdi, dedilar-da. Ketdilar. Да, вроде hech narsa emasdek tuyuladi, lekin men uchun bu juda удивительно bo'ldi. Nimaga? Chunki pensiya yoshida ingliz tilini o'rganyaptilar, o'qiyaptilar. Men прям восхищаться qildim. Bu hayot haqida, bu potensial haqida. Ko'pincha biza bu yoshda bizani hayotimiz hayot haqida emas. Hozir hamma o'zini ota-onasiga qarab ko'rsin, pensiyadagida, bu yerda yoshlar ham bor. Yoshlar bo'lsa, bobo-buvisiga qarab ko'rsin. Pensiyaga chiqqaniga 5 yil, 6 yil, 10 yil bo'lgan katta ajdodlarimiz. Ularni hayoti nimaga qaratilgan bo'ladi? Aksariyat. Da, sizda bu xuddi shunaqa bo'lishi mumkin, но bu редкость. Aksariyat ular nima bilan shug'ullanadi, yozib yuboringlar chatda. Sizni ota-onalaringiz va bobo-buvalaringiz nima bilan shug'ullanishyapti? Mana shu yoshda. Va alaykum salomlar bor. Men hozir shuni o'qib ko'rishni xohlagan bo'lardim. Ha, bu tilni o'rganish nimaga kerakligini aytaman. Oxirgi nimaga o'rganyapsiz deb so'radim. Oxirgi sayohatimda qizlar yonlarida bo'lmagan payti shunaqa suvchi bo'lib qolgan, что bir-birlarini tushunisha olmagan. Restoranda to'lov masalasida ular angliyskiy gapirgan, bular to'lagan, ular to'lamagan deb tushungan juda noqulay ahvolga tushib qolganlar. O'sha paytda tilni bilmaganliklari uchun vdруг yana shunaqa bo'lib qolishi mumkinki, men bilishim kerak. Yo, там qizlarisiz sayohatga chiqsalar, ular bilishi kerak degan mazmunda ular o'rganyaptilar qunt qilib. Men qachon bo'lgandim? Ancha oldinroq u yerda bo'lganimda o'rganmoqchilar deb aytuvdilar. No, реально o'rganibdilar. Ingliz tilini o'rganyaptilar zo'r. Qarilik gashtini surishyapti. Bu qarilik gashtini surish nima haqida? Men tushunaman, но qanaqa o'sha qarilik gashti nima degani? Nima kiradi o'shanga? Men o'zim ko'zim bilan ko'rayotgan holat. Ko'pincha bu yoshda bizani pensiyaga chiqqan ota-onalarimiz oxiratlarini o'ylashni boshlashadi. Bu fakt, bu juda ko'p uchraydigan narsa. Men bunga qarshiligim yoki buni yomon degan ma'noda aytmayapman. U yerda ham zo'r narsalar bor. Juda ko'p ruhiy ulg'ayadi inson. Juda ko'p narsalarni anglashni boshlaydi. O'zi hayoti davomida shuncha vaqtda yig'gan donishmandligini ustiga bu bilimlar orqali yana ko'proq donishmandlik qo'shiladi. Juda chiroyli maslahatlar bera olishadi, yo'l ko'rsata olishadi bizga. No,
Buni orasida bitta nozik jihati borda. Ko'pincha bu yerda hammada demayman. Aksariyat insonlarda, hammada emas. Ko'pincha bu yerda endi ketishga tayyorgarlik degan narsa bor va bu hayot haqida emas, bu ko'proq o'lim haqida bo'lib chiqadi. Hayot haqida bo'lgan joylari ham bor. Buni juda ham zo'r o'qib, qanaqadir konkurslarda ishtirok etishi, ну, har xil vaziyatlar bor. Ya'ni men aytgan narsani bitta qolipga solmanglar. Men aksariyat demoqchiman. Va bu yerda ko'pincha hayot haqida emas, o'lim haqida bo'ladi desalar. Mana shu yoshda hayot haqida maqsadlab qo'yish bu juda ham ajoyib. Men ko'zlarim bilan shunaqa ko'rindi. Kim qo'shiladi shunga? Plyus minus qo'yaveraylik. To'g'ri aytyapsiz, ichimdagina aytdingiz-da. Ba'zan og'riqli bo'lni. Endi men qaridim, endi ketadigan bo'ldim, bir oyog'im u yoqda, endi men gunohlarimni tavbasini qilishim kerak yoki bu to'g'ri. Ya'ni men xato degan ma'noda aytmayapman. Prosta bu narsa hayot haqida emasda, bu potensial, yana rivojlanish, tam energiya ko'p bo'lgan narsa emasda, u yoqda qanaqadir so'lg'inroq energiya. Ya'ni shu narsani boshqa niyatda qilishi mumkin. Lekin ko'pincha niyat bunaqa bo'ladi. Aksariyat. Ular o'zlarini chegaralab qo'yadi. Ko'p gapirishadi shu mavzuni. Faqat u dunyoga tayyorgarlik asosan duo qilish bilan band. Xayollarida qarilikni bo'ynilariga olib olishgan. Chet elda sayohatda bo'lganimda ko'p ko'raman, Yevropa davlatlaridagi qariyalar juda ko'p putешествовать qilishadi. И прям реально men ulardaqa maza qilolmayman ba'zanda. Tashqi kichkina o'g'lim juda ko'p kuzatadi ularni, qariyalarini. Bu zo'r. Вот hayotchanlik juda baland. Ya'ni yana qaytarib aytaman. Nozik narsada meni to'g'ri tushunishlaringizni xohlayman. Bu yerda ular bu narsani qilishi haqida emas, ular bu narsani nima maqsadda qilishi haqida gapirmoqchi bo'ldim xolos. Demak, biz daromadimizni ko'p marta oshirishni istaganimizda bu hayot haqida bo'lishi kerak. U yerda potensial, intensivlik juda ham baland bo'lishi kerak. O'shandagina biz maqsadimizga erisha olamiz. Telegramda bemalol yozishlaringiz mumkin, sizlar ham kuzataman, sizlarni naqalaringizni ham. Meni onam rasmiy otinoyilar rosa o'qishib o'rganishadi, ajrashish yoqasidagi yoshlarga maslahat berishadi. Mana bu yerda уже potensial, dunyoga foyda keltirish, ya'ni men o'zimni qutqarish emas, bu bilimlar orqali boshqalarga foyda keltirish. Bu yerda жизненность bor, конечно. Bu zo'r. Endi demak, biz daromadimizni oshirishda eng ikkita faktor bor va shu ikkita faktor o'zgaradi butunlay va buni natijasida uchinchi faktor ham o'zgaradi. Birinchisi bu intensivlik, hayotni darajasi, sizni potensialingiz. Bizni daromadimiz o'zgarishi bilan u yerda xuddi metabolizm deylik, modda almashinuvida tanada bo'ladi, qanaqa tez. Siz ko'proq ovqat yesangiz tezlashishi kerak, kamroq ovqat yeb qo'ysak, u tez hazm bo'ladi yoki yengil ovqat yeganimizda yoki ko'katlar bular yeyilganda tezda jarayon tez parchalanib tugab bo'ladi. Og'ir ovqatda bu juda uzoq vaqt davom etadi. Xuddi shunga o'xshab, biz daromadimiz oshganda ham bizni hayotimizda mana shu potensial, intensivlik o'zgaradi. Tezlik o'zgaradi. Jadallik o'zgaradi. Ikkinchi o'zgaradigan narsa bu bizani okrujeniyamiz o'zgaradi. Istang, istamang, okrujeniyamiz tubdan o'zgaradi. Agar 3 baravar, 5 baravar, 10 baravar haqida gap ketayotgan bo'lsa, sizni o'rab turgan okrujeniya полностью o'zgaradi.
Va agar bu mayli sal kichikroq baravar haqida ketsa, yoki man mana shu baravarga chiqsam ham окружениемni o'zgartirmayman deydiganlarga minimum окружениеңizdagi insonlar bilan munosabat, bog'liqlikni yo'li butunlay o'zgaradi. Endi siz ular bilan munosabatingiz bunaqa bo'lmaydi. Eslab ko'ring, birinchi olgan oyligingiz paytida tanigan insoningiz bo'lgan, keyin daromadingiz 2-3 marta oshgan, bu tanigan insoningiz yana sizni hayotingizda bor va shunda munosabatlaringiz bir xil qoldi. Man bu yerga qo'shishni xohlamagan bo'lardim. Ba'zi bir kategoriya insonlar, masalan, по жизни sizni doim nima deydi, hamrohingiz bo'lib kelayotgan sinfdoshlaringiz bo'lishi mumkinda. Ular bilan 5 yil, 10 yilda bir uchrashishingiz, так bu o'sha bolaligingizdagi samimiylikni saqlab qolishingiz mumkin. Bu u haqida emas. Bu siz har kuni munosabat qiladigan insonlaringiz haqida. Masalan, siz hozir avtobusdasiz, shu insonlarni ko'rasiz, shu окружениeni ko'rasiz. Siz ertaga mashina olganingizdan keyin siz endi boshqa окружениеda, boshqa sredada bo'lasiz. Siz ertaga yana boshqacharoq уровеньda bo'lganingizda, siz endi уже qimmatroq restoranga kirasiz va sizni atrofingizdagi insonlar o'zgaradi. Bu shu haqida. Endi окружение o'zgaradi, sizni potensialingiz, intensivligingiz o'zgaradi va natijada 3-chi faktor bu o'zingiz. O'zingiz butunlay o'zgarasiz. Demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, biz daromadimiz oshishi teng bizni butunlay o'zgarishimizga. Biz o'zgarmasligimizni ilojisi yo'q. Bu pul kimnidir buzadi, bu haqida emas. Biz ilgari deylik, просто biznesingizda qancha dirham daromad qilardingiz? Bu daromadingiz 4 marta oshgandan keyin sizni обороtingiz oshadi. Degani bu оборот oshdiki, endi siz ishchilar sonini ko'paytirishingiz mumkin. O'zingiz ishlaydigan narsalaringiz oshadi, yana hajmi baribir boshqacha bo'ladi. Hamkorlaringizni oshirasiz, ko'paytirasiz. Demak, siz butunlay o'zgarasiz. Va biz nimaga ko'pincha daromadga chiqa olmaymiz? Chunki mana shu bitta уровеньdan ikkinchi уровеньga o'tishga har doim ham resursimiz bo'lmaydi. Qaranglar, intensivlik oshsa, boshqa insonlarni krugiga tushsak va ular bilan munosabatimiz o'zgarsa, bunga bizga resurs kerak, energiya kerak. Va normallik kerak. Bu yerda hamma narsa o'zgargan va tezlashgan, jadallashgan va ko'paygan deb qarasak, pulni hajmi bilan birga bizda o'shanga yetarli resurs, energiya bo'lishi kerak. O'shanda biz unga chiqa olamiz. Energiya nimani hisobiga yetmaydi? Yaxshi savol. Energiya nimani hisobiga yetmaydi? Umuman, agar qisqa qilib aytsak, bizga berilgan keling 10 ta energiya bo'ldi. Uni bittasi keling, juda qo'pol tushuntirish, oddiy bo'lish uchun 10 ta energiya beriladi har kuni. Tasavvur qilaylik, har kun sizga 10 ta energiya beriladi. Shu energiya bilan bir kuningizni yashab o'tasiz deylik. Ketdi. Bolalaringizga, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizga, uy ishlarini qilishingizga, ishxonadagi ishlaringizga, keling yana qanaqadir proyektlaringizga dalish ketdi. Bu jarayonlaringiz orqali ko'tarilgan travmalaringizni yopishga. Bu munosabatlaringiz orqali yuzaga kelgan konfliktli vaziyatlarni hal qilishga. Ajdod bilan bog'liq переплетениyalar yoki yoshlikdagi qanaqadir programma, установкаlar asosida yashayapsiz va ularni hozirgi mana shu munosabatlaringizga соответствовать qilish uchun ularni как-то гасить qilish, o'chirish, bolalarni o'chirishga, qaysidir ko'rgan narsalarni ko'rmaslikka olishga, qaysidir bir ichimizdagi narsalarni namoyon qilmaslik uchun saqlab tutib turishga va mana nima ko'p potensialimizni, ko'p energiyamizni oladi.
xuddi mana ovqatlanishga tana uchun energiyani kuzatinglar. Tanada bo'layotgan jarayonlarni ko'ringlar. Ba'zan tana bu manda qanaqa, agar ko'p ovqat yesam, o'zimni yomon his qilaman. Uni parchalashga ko'p energiya ketayotganini bilaman. Miyam prям четко ishlamayotganini bilaman. Вот hozir hamma ro'zada. Prям yozinglar. Ovqatlangan siz bilan ovqatlanmagan sizni farqingiz bormi? Nimada farqingiz? Vaqt kengayganini his qilyapsizlarmi? O'zlaringiz qanaqadir tanada yengillikdan tashqari soznaniyada yengillik borligini his qilyapsizlarmi? Xuddi shunaqa, da, xuddi shunaqa energiya bilan ham xuddi shunaqa. Bizani energiyamizni olib qo'yadigan narsalar bor. Va bizani energiyamizni olib qo'yadigan narsalardan chiqib ketishimiz uchun ilgari bu nima ekanligini bilishimiz kerak. Ko'pincha biz bu nima ekanligini bilmaymiz. Manga плохо, lekin mana shu jarayonda yashashga o'rganganman, deylik, yashayveraman. Men o'zimni eslayman. Kimdir bir joyim og'ridi desa, meniki ham og'ridi, lekin shunga ko'nikkanman derdim. Вот oralaringizda haliyam kimdadir bo'lishi mumkin. Beli sim-sim og'riydi, 2 yildan beri og'riydi, yo boshi постоянно og'riq. Boshi og'rimagan payt hayron bo'ladi. Va o'sha narsaga ko'nikadi-da. Bu yangilik emas, bu normal. Xuddi tanani normal holatidek his qiladi. Men eslayman, uzoq yillar ertalab turgan paytim umurtqamda kuchli og'riq bo'lardi. Men bilmayman, davolash kerak deb o'ylamaganmanmi. Chunki hayotdagi undan muhim bo'lgan narsalar, muammolar bor edi men uchun. Boshqa narsalar muhimroq bo'lgan menga. Butun e'tiborim o'sha narsaga qaratilgan. Ishlashga, pul topishga, yana nimadir muammolarga va qachondir vaqti kelsa qilarman deganman, lekin menda o'sha narsani tuzatishga resurs bo'lmagan. Energiya bo'lmagan. Men diqqatimni, energiyamni unga qarata olmaganman. Xuddi shunaqa biz ko'nikamiz. Mana shu bizni energiyamizni yeyayotgan narsalarga ham ko'nikamiz. Gapirmay yashashga, ichimizdagi hissiyotlarni aytmaslikka, boshqalarni aytganiga ko'nishga, там tipa tinchlikni ta'minlayman deb. Mana shunaqa narsalarning orqasidan bizani energiyamiz yetmaydi. Sizda yo'q resurs mana shu sostoyaniyadan keyingi daromadli sostoyaniyasiga o'tishga. Albatta faktorlar ko'p. Bugun faqat shu haqida gaplashamiz. Shu joyi tushunarlimi? Barcha harakat va xayol kuchi, energiyasi shu oshqozon atrofiga ketadi. Мгм. Хорошо. Demak, daromad, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, daromad oshishini xohlasak, daromad oshganda o'zgaradigan o'zgaradigan окружение, atrof muhit, bizani tanish bilish, muloqotda bo'ladigan odamlarimiz va hayotimizni potensiali, intensivligi oshadi va biz unga kuchimiz yetsa, biz u daromadga o'ta olamiz va kuchimiz yetmasa, daromadga o'ta olmaymiz. Bugungi berilgan savollar prям mana shu darsimizga bog'lab tushuntirishni xohlayman. Savollarga o'tamiz. Вот, mana bu тоже yaxshi savol. Davlat ishida ishlasak, qanday oshiramiz? Ya'ni, ko'tarilishni iloji yo'q, yana o'qish kerak. Bu davlat ishida ishlaysiz, fiksированный narx. Nafaqat davlat ishida. Keling, siz qaysidir firmada ishlashingiz mumkin, u yerda ham fiksированный maosh, u oshmaydi. Masalan, kim deylik? Davlat ishida bo'lsa, там vrachlar kategoriyasiga qarab qanchadir ham, o'qituvchilar kategoriyasiga qarab qanchadir ham va u oshmaydi. Endi men sizlarga bitta misol keltiraman. Hozir
o'qiyotgan institutim psixologiya, xorij tillar psixologiya institutida o'qiyman. Va institutimizni rektori professor, olim inson. Juda uzoq yillar davomida davlat ishida ishlagan inson. Ularniyam patolog maoshi bor. I bo'ldi. Lekin u inson hozir necha yoshdaliglarini bilmayman. No pensiya yoshidan katta. Bugun xalqaro psixologlarni konferensiyasini tashkil qildilar. Rossiyadan, chet ellardan ko'p mehmonlar keldi, Buxoroda bu o'tkazildi. Va plus mana shu bizani institutimizni asos solganlar, kitoblar yozganlar. Nima demoqchiman? Inson davlat ishidan boshlagan. Davlat ishida ishladi. Ularda ham fiksirованный maosh bo'lgan. Pensiya yoshida, lekin u insonda hayotchanlik, potensial baland. Tushunyapsizlarmi? Ular o'sha joyda ham yo'lini qilib, даже qaysidir mustaqil ishlaydigan insonlardan ko'ra juda ko'p daromadga chiqa olgan inson. Yoki keling, o'qituvchilarimni aytadigan bo'lsak, просто окружениемdan misol. O'qituvchilarimiz aytib beradi. Har doim shunaqa bo'lib qolib ketavermanglar. Masalan, men institutda dars beraman. Davlat institutida, plus har xil hozir yana imkoniyat ko'paydi, har xil частный institutlarda dars berish imkoniyatim bor. Undan tashqari konsultatsiyalar o'tkazaman. Undan tashqari, к примеру, meni qayergadir taklif qilishadi. Qanaqadir treninglar o'tib beraman deb aytib berishyapti. Ya'ni agar biz ma'lum bir sharoitda biz va u yerda imkoniyat yo'q deydigan bo'lsak, u faqat miyamizda imkoniyat yo'q xolos. Va miyamiz boshqa imkoniyatni ko'ra olmaydi hech qanaqasiga. Demak, u imkoniyatlarni boshqasini ko'ra olmasligiga yetarli sabablar bor. Bizani o'sha yerda, o'sha nuqtada yashashimizga sabab bo'lgan programma ustanovkamizni butunlay ta'siri ostida yashaymiz. Kecha Instagramda qo'yildi. Mr. Beast, agar to'g'ri aytadigan bo'lsam. Men просто bu insonni juda ko'p tanimasdim. Yozganlaridan keyin qarab ko'rdim, u qilgan ishlarga qaradim. Просто sumасшедший ishlarni qilganda. Juda katta summalar bilan juda katta protsesslarni qiladi. Вот potensial, вот daromad necha marta oshish. Energichni bo'ladi, daromadi yuqori bo'lgan insonlarga qarasalaringiz juda ham hayotchan va energichni bo'ladi. Svobodniy energiyasi bor. Biz daromadni oshirmayotgan paytimizda bizani svobodniy energiyamiz yo'q, bizni oldinga oladigan. Biz olgan energiyamizni orqaga tashlaymiz. O'zimizni og'riqlarimizga, xafagarchiliklarimizga, travmalarimizga, ajdaddagi qanaqadir narsalarga. Bu narsalarni boshida prarabotka qilasiz. Keyinchalik buni butunlay mohiyatini, kartinani tushunadigan darajaga yetib borasiz va уже sizga prarabotka emas, hamma narsani просто осознанно ko'rib, qaror qilib, dальше oldinga ketishga to'g'ri keladi xolos. Demak, agar siz davlat ichida ishlayotgan bo'lsangiz va boshqa yo'lini ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu yerda уже со мной что-то не так deyishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu degani, man noshudman degan ma'noda emas, demak, mani ustanovkalarimda nimadir не то. Men uni to'g'rilashim kerak deb qarash kerak bo'ladi. Birinchi biznes boshlaganman, topgan pulim qarzlarni yopishga, kreditlarni yopishga, plus rasxodlarni yopishga yetgan va hech narsasiz qolganman. Va juda siqilganman. Bundan chiqish kerak-ku, bunaqa emas-ku, atrofimdagi bunaqa ishlamayapti-ku deb. Lekin unda men psixologiyani bilmasdim. Juda izlanganman. Ну, дальше, конечно, psixologiyaga kelganman. Реально. Men qanaqa desam, отчет-uchotni, nimani olish kerak, qancha sotsa nimaga chiqasiz, buni bilganim bilan
bunaqa nazariy bilimni bilganim bilan ko'chadan mijozni yetaklab kirgiza olmasdim. Va o'sha o'zi kirgan mijozni ham har bittasi mendan nimadir xarid qilishini ta'minlay olmasdim. Vot spiskasini полностью hisoblatishi va prosta chiqib ketishi mumkin. Вообще o'zlaringiz qaranglar, yonlaringizda, uylaringizni yonida 5 ta, 10 ta do'kon bor. Shu bittasiga kirasiz. O'sha bilan siz tushgan. Xolos. O'shanda qimmat bo'lsa ham o'shanga kirasiz. И bu yerda ham xuddi shu protsess. Siz bu yerdagi holatingizni yaxshilaganingizdagina tashqarida o'zgarish bo'ladi. Men shunaqa ko'ryapmanmi, menda shu holatmi? Demak, bu yoqdan boshlayman. Tashqarida hamma narsa o'zgaradi. Yo o'sha ishxonada menga premiya berishadi, yo tam ko'tarilishning imkoniyati yo'q bo'lsa, o'ylab ko'ring, shu fiksirованный oylik ko'tarilishning imkoniyati yo'q. Men o'zimni nima uchun, kimga, nimaga bag'ishlayapman? Men hayotimning butun qismini mana shu oylik bilan o'tkazmoqchiman. Va вообще nima uchun? Да, u ishda ishlash mumkin. Определенный vaqtgacha tajriba yig'ganingizdan keyin обязательно boshqa ish topiladi deb o'ylayman. Yo'q unaqasi, что siz davlatni ishida ishlasangiz, bir shu narxga ishlashingiz kerak degan. Davlatni ishida ishlashingiz, qo'shimcha ishlashingiz, onlayn ishlashingiz imkoniyat juda ko'p. Balki qo'lingizda qanaqadir kasb bordir. Men o'qigan paytim repetitorlik qilganman. Undan keyin o'qituvchilik qilib ko'rganman. Repetitorlik qilganman, undan keyin tikuvchilik qilib ko'rganman. Yana nimalardir qilganman. Endi hozir aytsa bo'lar, kursavoy yozib berganman kimgadir. Unga. No, yo'lini qilganman. Endi bu ishni qilganimga necha yil bo'lib ketdi endi aytsam bo'lar. Lekin o'qituvchim bilib qolgan почеркimni. Chaqirib, kutmovdim sendan degan. Hayotimdagi eng katta sharmandalik bo'lgan men uchun narsa, chunki o'qituvchim juda hurmat qilardim, o'qituvchim meni kuchli hurmat qilardi. No, shunaqa narsalar ham bo'lgan. Yo'l qidirganman, yo'l izlaganman. Просто так o'tirishni xohlamaganman. Agar shuni iloji yo'q desak, yo'q. O'qish kerakmi? Всё, o'qing. O'qishga puli yo'qmi? Hozir ayollar uchun вообще super imkoniyat berdi. Честно, men вообще hayron qoldim. Xohlasalaringiz tam kredit olinglar dedilar. Men institutga topshirgan paytim, yo'q, kredit shart emas deb to'ladik. To'lab bo'lgandan keyin qarasam, kreditni naqalarini, imkoniyatlarini men вообще hayron qoldim, xursand bo'ldim. Kredit berilyapti sizga befoiz 10 yil muddatga va oxirgi 8-9 9-10 yil oxirgi 2 yillik muddatda siz pulni qaytarasiz. Ayollarga imkoniyat. Davlatdan olamiz, lekin davlat yaxshi imkoniyatda qilib qo'ygan joylari juda ko'p. Biz foydalanishni bilamiz, xolos. O'qishga, пожалуйста, mamnun olishingiz mumkin. Qoplamaydimi? Qoplaydi. Juda yaxshi qoplaydi. Shuning uchun agar biz agar davlatni ishi va imkoniyatim yo'q desak, sразу ko'rishimiz kerak, что men bu imkoniyatni ko'ra olmayman. Boshqalar nimadir qilyapti-ku. Demak, menda nimadir. Demak, men nimadir tushunmayapman, men nimadir bilmayman. O'rganishim kerak. Shunaqa tomondan qarasangiz, tez javob topasiz. Keyingi savol. Tejamkorlik bilan xasislikni farqini qanday bilsa bo'ladi? Prям yaxshi savol. Men tejamkorlik qilib, avval ko'p pul yig'ib, investitsiya qilardik, lekin erim bilimlarni o'rganib olib, endi sen jadnичество qilarkansan, pulni xohlagan narsaga ishlatish kerak deydigan bo'lgan. Birinchidan, rostdan tejamkorlik bilan xasislik o'rtasidagi farqni cho'tqa bilishimiz kerak, nima qilayotganimiz uchun. Ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, men xohlagan narsaga sarflash degan narsa. Buni ham cho'tqa bilishimiz kerak. Mana shu ikkita narsani prям tagigacha tushunib olsak, всё, xatolik bo'lmaydi.
Shu joyda mana shu narsani matrica nuqtai nazardan aytib beraman. Bir tip odamlar bor, unda kanalida shu energiya turgan bo'lsa, nima deydi? Saxiylik, katta ishli energiya turgan bo'lsa, u jadnичать qilmasa ham tejamkorlikka kirsa, uni pul yo'li yopiladi. Va bir xil tipdagi insonlar bor, to'g'ri tejamkorlikni o'rganishi kerak bo'ladi. Unda unga pul optim keladi, ko'p, katta, tez va vdrug to'xtaydi. Va kelasi xuddi shunaqa uni omadi kelguncha u tejab ishlashni o'rganishi kerak bo'ladi. Va shundagina uni puli ko'payadi. Ya'ni mana shu joyda har bir kishi o'zini matritsasi bo'yicha unda nima turganini bilsa, u yanayam sizga yaxshi narsalar, imkoniyatlar beradi. Endi tejamkorlik nima, xasislik nima? Va xohlagan narsaga sarflash nima? Bizda juda ko'p treninglarda deymizmi, o'rgatilgan, o'zingiz xohlagan narsani o'zingizga bering. O'zingizdan ayamang. Ichingizdagi o'sha bola nima xohlasa o'shani bering. Uni to'ldirishga harakat qiling. Uni qoniqtirishga harakat qiling va shunda sizga pul keladi. Mazza qilib yashasangiz pul keladi. Va shu paytda sizni bir oylik daromadingiz 5 million so'm deylik. Va siz mazza qilishni xohlagan narsangizni narxi 10 million so'm deylik. Va undan tashqari bola chaqangiz bor deylik. Siz shu narsani qila olasizmi? Даже shu narsada ham bunaqa deyilgan bizga. Agar o'sha narsani qila olmasangiz, kichiklaridan boshlab qaysilaridir bajaring va keyinchalik kattalariga ham pul keladi deb. Ну, да, bu ideya, buni qilib ko'rsa bo'ladi. Но все-таки va agar biz rostdan hammasini xohlaymanni tagiga sarflab olsak, hech qachon biror narsaga investitsiya qila olmasligimiz mumkin. Gap biz xohlagan narsaga sarflamaslikda ham, jadniligimizda ham, tejamkorligimizda ham emas aslida. Aslida man xohlagan narsalarim degan joyda urg'u. Ya'ni men uni xohlayman, buni xohlaymanni orqasida har doim ham realni sizni xohishingiz turmaydi. Juda ham chiroyli ko'ylaklar kiyishni orqasida o'zingizni samootsyankangizni oshirish xohish turadi bir kishida. Bir kishida juda ham chiroyli kiyimlar kiyish orqali boshqalarni priznaniyasi tan olinish turadi. Uni tan olinmaganlik travmasi bor. Yana bir kishi chiroyli kiyimlar kiyish orqali o'sha bolaligidagi unga единственный раз ko'ylak olib berganlari yoki umuman hech qachon ko'ylak olib bermagan, faqat opalarinikini kiygan va unga har doim ota-onasi yo'q degan narsadagi og'riqni yopish xohishi turadi. Va har bitta ko'ylak olgan paytida shu og'riqni vaqtincha malham qo'yadi, tinchlantiradi, sokinlantiradi va u qanchadir muddatga yetadi va bu og'riq yana ko'tariladi. Ya'ni biz xohlayman degan narsamizni orqasida har doim ham bizani истинный желаниemiz turmaydi. Bizani qaysidir bir kam ko'stimiz, og'riqlarimiz, bol, travmalarimizni yopishga ketadi. Men shuni xohlayman degan narsangizni har doim savol bering. Shu narsani xohlayman, nima uchun xohlayman? Давайте hozir prям siz xohlab turgan narsangiz bor hammalaringizda va o'sha hozir sizda imkoniyat yo'q, ololmaysiz. O'sha haqida o'ylang. Va savol: mana shu narsani olganimda men qanaqa bo'laman? Bu menga nima beradi? Nima uchun kerak? Masalan, kitob sotib olmoqchi bo'lsangiz, uni orqasida sizni просто bilimga bo'lgan chanqoqingiz, o'sha narsani bilishni xohlashingiz, ko'proq narsa bilishni xohlashingiz, shu narsa turishi mumkin. Да, понимаю.
yana turishi mumkin. O'sha kitoblarni olib o'qiganingizda otangiz yo onangiz maqtagan va siz o'sha rag'batni his qilishni xohlaysiz va ko'proq заслужить qilishni xohlaysiz, lekin ongsiz ravishda qilasiz va tinmay o'qiysiz. Вот u kursdan bu kursga tinmasdan o'qiydi, natijasi yo'q bo'ladigan insonlarda mana shu travma bor. Qanaqadir bitta travma borki, o'shani yopishga harakat qiladi. Yo bu narsa orqali tan olishni xohlaydi, yo bu narsalar orqali o'zini hayotda bo'layotgan narsalarni ko'rmaslikni xohlaydi va har xil sabablar bor. Ya'ni biz xohlagan narsamizni orqasida turgan narsa nima ekanligini bilishimiz kerak. Men hozir har kuni har xil tam kiyimlarni xohlayman deyotgan bo'lsangiz, qarang nima uchun kerak bu sizga? Agar kiyimlarni orqasida turgan narsani yechganingizdan keyin maksimalni, minimal miqdordagi kiyim olib komfortda yashashni xohlaysiz xolos. Udobство kerak sizga. Siz xohlagan ranglar, o'zingizni yaxshi his qiladigan va qulaylik, komfort. Всё. Shu narsa kerak emas. Yozinglar. Orqasida nima turgan ekan o'zlaringizniki. Mana siz hozir xohlayapsiz olishni, lekin ololmayapsiz. Manikida orqasida nima turibdi? Yozinglar. Samooценка bilan tegishlilik. Отлично. Вот, zo'r. Hamma xohishlarimizni yozinglar qolganlar ham. Hamma xohishlarimizni xuddi shunaqa filtr qilsak, bilasizlarmi, qancha pulimiz cho'ntagimizda qoladi? Shunaqangi biz energiyamizni sливать qilamiz. Вот potensial yetmaydi degan joyimiz, olib energiyani sливать qilamiz, orqaga tashlaymiz degan joyimiz. Siz как будто bir rivojlanyapsiz, nimalardir olyapsiz, nimalardir kiyyapsiz, tam tilloyingiz 2 ta edi, 10 ta qildingiz, 5 ta qildingiz. Nimaga? Nimaga tilla? Tillani olib qo'yish kerak-da, u har doim zapas pul. Nima bu? Xohishmi? Yo'q, bu qo'rquv. Yoki tam mashinani krutoyni olish kerak. Вот man qaysi mashinani xohlayman emas, bizani xalqimizda ertaga bu mashina o'zini narxida ketadigan bo'lishi qiziq bo'ladi. Va inomarkani sotib olish qiyin bo'lgan ko'pchilikka. Хотя puli yetsa ham. Men inomarka olaman deganimda turmush o'rtog'im aytganlar, olgan kuningiz salondan chiqqaningdan sirasi narxi tushadi, bilasanmi? Men bilaman, sotishga olmayman deganman. Mana qila olaman degan narsa bor ekanda, isbotlashni xohlaymiz. Uy xohlayman, orqasida xotirjamlik turibdi. Xotirjamlikni topamiz, uyni puli keladi. Hozir xotirjamlik uchun pulni напрягать qilyapmiz. Pul xotirjamlik berolmaydi. Beradi. Yaxshi xotirjamlik beradi, lekin siz xohlagan qachondir yo'qotgan travmangizdagi xotirjamlikni berolmaydi. Lekin, da, ancha ko'nglingiz tinchligi, xotirjamlik, kengayishni beradi. U boshqa xotirjamlik. Pul bera oladigan xotirjamlik boshqa. Bolamni dengizga olib borishni xohlayman. Buni faqat matrisadan bilamizmi? Matrisadan bu narsani prям qo'l bilan sanab bilish oson. Prям spiska bo'ladi. Mana bu narsalar mani pulimni keltiradi. Mana qiliqlarim, odatlarim, xislatlarim, sifatlarim va xatti-harakatlarim pulimni yopadi. Men o'tirib har bittasi bilan ishlayman degan chotki instruksiyangiz bo'ladi. Siz kelayotgan 10 yillikning ichida mana shu bitta pulingizni o'zi bilan faqat matrica orqali ishlashingiz mumkin. Bitta sifat sizda teskarisi minusda va uni plyusga chiqarish uchun bir necha muddat vaqt kerak bo'ladi. Boshqalarning hisobiga yashashdan qutulish, ilojsizlik bor ekan ortida.
Shundan qutulish ekanda. Nimadandir qutulish. Man uy xohlayman, lekin qo'rquv turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Olishni xohlashda вот qo'rquv turibdi. Qo'rquvni orqasiga qaraymiz. Nimadan qo'rqyapman? Va bu kimga tegishli qo'rquv? O'zimni mashinam bo'lishini, poytaxtda uyim bo'lishini istayman. Orqasida rivojni istagi turibdi. Yana chuqurroq qarang. Ya'ni aytmoqchi emasman, sizlarda rivojni istagi turmabdi deb, rivojni istagi turibdi. Lekin agar hozir bu narsaga bir bahya qolgan bo'lsa, men tushunaman. Normalniy. Agar bu sizni daromadingizdan bir necha barobar bo'lsa-yu, bungacha uzoq bo'lsa, biling bu yerda yana qo'shimcha narsalar bor va mana shu qo'shimcha narsalarni chetga olishimiz bilan bizga bu yo'l ochiladi. Xuddi tasavvur qilinglar, sizni yo'lingiz, mana siz turibsiz, mashinangiz, uyingiz, hamma narsangiz turibdi oldinda. Va mana shu yo'lni ustiga biz og'riq, travma, xohishlarimiz bor-ku orqadagi. Mana shundan yasalgan toshlarni uyum qilib qo'yamizda, prosta o'ta olmaymiz. Xuddi ana shunga o'xshaydi yashashimiz. Erkinlik ekan, Dilapa ilojsizlikni ortida. Endi o'sha erkinlikni qachon yo'qotganman va nimaga men o'shani yo'qotdim deb hisoblayman va hozir ham rostdan erkinlikni yo'qotganmanmi yoki o'shanaqa deb o'ylab turib erkinmasman deb yashaymanmi? Sentrda 7, предназначение 16. Da, to'g'ri Saida, faqat pulingizga qarang. Hozir pul haqida ketayotgani uchun pul kanalingizga ahamiyat bering. Bu kanalingizdagi pul bilan ishlamoqchimiz, bu kanalga qarash kerak. Juda yetti professionalizm. Kimdir, kimnidir pulida shunaqa energiya turibdi. Просто копировать ставить qilsa pul keladi. Oladi bitta, bizani sohada deylik, oladi bitta kursni, xuddi shuni o'zini nomini o'zgartiradida, odamlarga sotadi. Da normalniy sota oladi. Chunki uni energiyasi shunaqa. Undan olib bunga o'tkazish. Kimdadir boshqa energiya turibdi. O'ziniki bo'lishi kerak. Kreativlik bo'lishi kerak. U o'sha kursni olib sotmoqchi bo'lsa, hech kim kelmaydi. Хотя bitta действие. Yo'q, unga hech kim kelmaydi. U masalan uyi turgan bo'lsa, professionalniy bo'lishi kerak o'zi. Otam qattiq turganlar ko'chaga chiqishga shu ekan, xohish bor, mumkin emas, erkin xohlagan ishni qilishga. Buni yechishni o'shalar yaxshi bilasiz. O'sha часть bilan ishlaysiz. Travmirованный часть bilan hozirgi vaqtda katta inson ekanligingiz, hayotingizga o'zingiz bemalol xo'jayin ekanligingizni fiksировать qilasiz. Bo'ladi. Biz o'zimizni katta yoshdayam o'sha kichikligimizda qanaqadir bo'lgan случайdan keyin travma olgan qismimiz bilan assotsiatsiya qilamiz. Bizni haliyam o'sha deb o'ylaymiz. Ya'ni anglamay turib, вот siz 35 yosh yashayapsiz va kichikligingizda bo'lgan qaysidir bir voqea natijasida qaysidir travmani olgansiz va o'shanga o'xshagan munosabat hayotingizda yuzaga kelgan payti o'sha paytda sразу kichik o'zingizga aylanib, yana xuddi shu ishni qilaveramiz. Как будто бы ketma-ketlik neyronniy связь tuzilgan. Xuddi har safar shu situatsiyalar bo'lganda xuddi shuni takrorlayveramiz. Va ongli ravishda buni ko'rib, undan chiqish kerak xolos. Хорошо. Aslida erkinman, lekin erkinlikni tan olishga qo'rquv bor ekan-da. Chunki erkinlikni tan olganimda man yaxshi qiz bo'lmayman, aytaylik, otam xohlaganda bo'lmayman. Yoki erkinligimni tan olib erkin yashaganimda mani yaxshi ko'rishmaydi yoki onamga, otamga loyalni bo'lmayman, chunki man boshqacha bo'lib qolaman shunda. Unga tegishliligimni his qila olmayman. Shuning uchun men xuddi onamga o'xshab yashashda davom etaman. Erkinlik berib qo'yishsa ham, men erkinlikda yashamayman. Qafasni eshigini ochib qo'ysalar ham,
qushcha qafasdan chiqmaydi, chunki u yerda tam yashagan. Yoki fil bilan o'tkazilgan tajriba eslaringizdan filni kichikligidan bog'lab qo'yishadi. Yana ayiq bilan bordi shunaqa bir joyda постоянно aylanadi. Keyin undan olib tashlashsa ham ipini, tsepni, u baribir mana shu maydondan uzoqroqqa ketmaydi. Chivinlar bilan o'tkazilgan tajribalar bor. Bankani og'zini yopib qo'yishadi, ular chiqolmaydi. Undan keyin просто og'zini ochib qo'yishsa ham tepaga chiqmaydi. Yaqinda yana bitta tarakan bilan o'tkazilgan tajribani ko'rdim. Zona komfortidan chiqish haqida. Прям этот qopqonda. Ну, короче, unga negativniy действие qilishganda, уже yana bir qadam qo'ysa, butunlay boshqa sredaga, yaxshi sredaga chiqib ketishiga ozgina qolganda, u просто 20 qadam qo'yib bo'lsa ham orqaga qaytadi. Biz ham shunaqa biz. Chunki oldin неизвестно, bundan battari bo'lishi mumkin. Orqada nima borligini bilamiz, u yoq xavfsiz. Va shu uchun ham daromadimizni 2 barobar oshirishni xohlamaymiz. Chunki oldinda nima bor bilmaymiz. U hayot biz xohlagan biz daromadimizni 4 barobar, 5 barobar, 10 barobar oshirgan joyimizda bizni hayotimiz qanaqa ekanligini bilmaymiz. Hozirgina bilamiz. Nolasak ham, boshqa narsa qilsak ham aniq. Shuncha pul keladi, mana shu narsaga sarflaysiz, mana shunaqa, mana bu joyda yetmaydi и всё нормально. Biz o'zgarsak, daromadimiz o'sha aytilgan, xohlagan miqdorda oshsa, unda man qanaqa bo'laman, окружением qanaqa bo'ladi, potensialim qanaqa bo'ladi, bu неизвестно. И man uchun qorong'u va man uchun опасно. Хорошо, keyingi savol. Ну, masalan, matrica sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana bu yoqda Shahnoza yozib yuborgan ekanlar, pulda nimalar turganini qisqa aytib beraman. Pulda 4, 5, 19 turibdi. Nima degani? Masalan, agar men kim bilandir birgalikda kimni qo'l ostida ishlasam, pul kelishi qiyin. Chunki men hayotimni xo'jayini bo'lishim kerak. Men o'z ustimda ko'proq ishlashim, o'zimni professiyamni yaxshi bilishim, o'qishim, doim o'qishim, o'rganishim va o'rgatishim muhim bo'ladi. Yoki men uchun sistemalashtirilgan tizimda ishlash juda ham muhim bo'ladi. Yoki o'quv sohasida, yoki tarix sohasida, aytaylik, muzeylarda, shunga o'xshash joyda ishlash menga to'g'ri keladi. Biznes menga to'g'ri keladi. Xasislik qilish, ekonomist qilish menga to'g'ri kelmaydi. Bu pulimni tushiradi. Yoki doim xafa, g'amginlikda yurish meni pullarimni yo'lini yupadi. Xursandchilik meni pulimni ko'payishiga olib keladi. Bu qisqagina aytganda, atak u yerda juda ko'p narsalar bor. Qaysi professiyalar borligini ham ko'rsa bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib matritsangizda o'zingiz haqingizda ko'p narsani bilib olsangiz bo'ladi. Kursga kelinglar. Matritsada pul kanalimda sizda ham почти shunaqa ekan, 5-9, faqat 14 ekan. Sinab ko'rdim, lekin oxirigacha borish qiyin. Tanlolmayapman, qo'rquvlarim ko'p, nima qilsa bo'ladi. Bu haqida kursda to'liq gaplashamiz. Har bitta energiya nima qilish. Yo'nalishingizni qidirayotgan bo'lsangiz, u faqatgina puldan tashqari talantlaringizga va karmangizga qarashingiz mumkin. Kimdir pulini karmasini отработка qilish orqali topadi. Kimdir pulini karmani отработка qilish orqali topib bo'lgandan keyin o'zini puliga o'tishi mumkin. Kimdir prям o'zini pulini kanalda turibdi, karmani отработкасы munosabatlarida, pulda emas. Har xil nyuanslari bor. Juda интересный narsa. Хорошо, keyingi savol. Tejamkorlikka uylimanga javob berdim. O'zi xohish emas bo'lgan narsani filtr qilganingizdan keyin siz tejamasangiz ham ortiqcha pul
qoladi. Ya'ni tejash deganda behuda sarflanadigan pullar nazarda tutiladi aslida. Yoki muhimlik darajasi pastroq bo'lgan narsalarni paqay olmaslik nazarda tutiladi. Bu realnoda to'g'ri to'g'ri vыбор bo'ladi. Lekin o'zim xohlayman, pulim yetadi va men o'zimdan tejayman. Bunaqa odamlarni taniyman. Tak. Manimcha efirimizda ham borlar. Bunaqa odamlar. Pulim yetsa ham o'zimdan tejayman bo'ladi-ku. Bu tejamkorlik emas, bu уже подсознательный programmalar, bu уже umuman tejamkorlikka daxli yo'q, tejamkorlik maskasi xolos. Tak. Keyingisi. Assalomu alaykum Dilapa. Nimagadir pul haqida kurslarda o'qiganim sari, ishlaganim sari pulsizlikka kirib qolayotgandekman. Boy insonlarni, hashamatda yashayotgan insonlarni ko'rib, ular o'z ustida shunchalik ko'p ishlaganmikin, sababi nima ekan deb o'ylanib qolaman. Nima qilsam men ham har doim negadir katta pullarni hashamatli uy hayotimga kirgiza olmayotgan ichki himoyalarimni sezib turaman. Chuqurlashgan sari marradan uzoqlashgandek tuyulishi haqida nima deya olasiz? Sekin o'qiganim. Lotincha yozilgan bo'lsa, miyam avtomatik o'qishni xohlamayman deyishni boshlaydi-da. Sevolmadim lotincha yozilgan harflarni. Biza kirillchada katta bo'lgan. Demak, savolga javob qanaqa? O'qigan sari pulsizlikka kirib ketyapman. Ana shu joyda xuddi hozir yuqorigi savolni davomi deb ko'rsak bo'ladi. Qaysi kurslarda o'qigansiz va u kurslar sizga qanaqa ta'sir qilgan bilmayman. Kurslar degansiz, demak bir nechta kurs. Bu kurslarni qanchalik darajada to'g'ri tushunganingiz va bu kurslarda informatsiya qanchalik darajada to'g'ri berilgani juda muhim. Masalan, aytaylik, o'zingdan ekonom qilma deyilgan. O'sha ichki bola nima so'rasa hammasini ber degan. Agar siz o'sha paytda buni travma ekanligini anglamasdan turib, u ichki bolangizga tinmasdan hamma narsa sotib olib berganingiz bilan ham, aytaylik, siz ko'ylak kiyolmagansiz va hozir har safar million xil ko'ylak olasiz, kiyasiz, u dira yopilmaydi. U ichki sostoяние bilan ishlash kerak. Va kursda sizga xuddi shu narsani aytgan bo'lsalar va siz xuddi shunaqa tushungan bo'lsangiz, masalan deyapman, sizda emas, вообще da u pulsizlikka olib kelishi mumkin. Chunki bu rivojga ketadigan narsa emas, pulni bo'lga sливать qilyapsiz va natijada pulni oqimi kamayishi bu judayam tabiiy. Yoki o'zingga ruxsat ber deydi. Agar siz yoshlikdan sizga mumkin emas degani bilan katta bo'lgansiz va ichki o'sha sostoyaniyingiz o'zingizga o'sha narsani ruxsat bera olmaslik bilan bog'liq bo'lsa-yu, men o'zimga ruxsat beraman desangiz, da ishlaydi. Lekin siz hozir bu sostoyaniyingiz qaysidir bir boshqa travmangiz oqibatida ajdodingizga tegishli programmalarda butun ajdodingiz masalan kambag'allikda yashagan, siz ularga loyalmisiz. Shularni oqibatida siz o'zingizga ruxsat bera olmayotgan bo'lsangiz, unda men o'zimga ruxsat beraman deb aytib nimadir qilganingiz sizni battar bolga tushiradi. Hamma bilimlar zo'r, prosta bizada oxirgi payt faqat ustini tushunish va uni tez boshqalarga sotish ommaviylashdi va hamma sohadagi kabi. Bu yomon emas, yaxshi emas, bu rivojning yo'li. Mana shunaqa paytda yo kursda aytilgan narsa tubigacha bormagan, yo siz buni o'zingizni vосприятиеңiz bilan boshqacha tushungan bo'lishingiz mumkin. Masalan, kurs o'tdim. Menga savol berishyapti qizlarim. Men hayron. Men unaqa demaganman. Razdarnigo'rga yozaman. Men qachon shunaqa deganman? U ham aytadi, "Yo'q, men unaqa debdi." So'zma-so'z esda qoladi gaplarim. Yo'q, men unaqa demaganim aniq, lekin ular xuddi shunaqa vоспринимать qilgan.
И bu normalni. Boshqacha воспринимать qilishimiz normalni. Ong osti programmalarimizni filtrdan o'tkazadi-da, boshqacha qabul qilishimiz mumkin va uni boshqacha ishlatishimiz mumkin. Bu sabab bo'ladi. Undan tashqari, siz o'zingizni ustingizda ishlayotgan paytingiz qiladigan eng katta xatoligingiz bor. Вот sizni yaxshiroq to'pga tushirib qo'yadigan xatoligingiz bor. Ya'ni siz emas, umuman bizni hammamizni. Bu qachonki qaysidir bir yo'lni bilmasdan xatoliklarga yo'l qo'ysak, ertaga va bu xatolik manda emas boshqalarda deb turgan bo'lsak, ertada kursda buni tushunib qolib, hamma gap manda ekan, man xato qilganman, man aybdorman deya o'zimizni ayblash, самобичевание bilan заниматься qilishni boshlagan joyimizda biza yaxshiroq pastga tushamiz. Любой kursda o'rganishimiz kerak bo'lgan narsani bilgandan keyin, всё tushundim, mana shu yoqda ekan, всё buni o'zgartiraman. И plus o'zimga nisbatan hurmat, o'zimni qadrlash, o'zimga nisbatan g'amxo'rlik qilish, mehribonlik qilish orqali o'zimni transformatsiya qilish bo'lsa, всё, okey. Agar zarra ayblov, o'zimdan ekan, вот shunchalik tupoymanmi, nimagayam qildim, hech kim aytmagan, onam aytmagan, otam shunaqa bo'lgani uchun man shunaqaman, da всё, bu yoqda hech qanaqa rivoj yo'q. Siz o'qidingizu o'qimadingiz nima? Mana bunaqa joylari bor. Yana Said deb to'g'ri tushuning, bu sizga qaratilgan javob emas, bu ko'pchilikka qaratilgan javob. Chunki men ham shu joydan o'tganman, men ham xuddi shunaqa o'zimni aybdorlikka tiqqanman va sizlarda ham bu narsa bo'ladi. Shuni qilmanglar deb menga hech kim aytmagan. Men kurslarda buni ko'p aytaman. Har bitta kursimni boshida aytaman. Bilib olganlaringizdan keyin o'zlaringizni ayblamanglar deb. Chunki вообще движение bo'lmaydi. И plus shu paytgacha sizni butun diqqatingiz boshqa narsalarga qaratilgan bo'lgan va hozir pulga qaratgan saringiz siz realniy kartinani ko'rishni boshladingiz. Va ilgari shu summani o'zi yetib turganda, hozir yetmayotgandaqa. Hozir sizni состояниеңiz boshqa, siz nimadir angladingiz, siz o'zgardingiz va bu o'zgargan sizga bu pulni miqdori соответствовать qilmasligi aniq. Lekin siz endi yangi sifatlaringiz bilan harakatingizni doimiy mana bu yoqda turib qilgan xatti-harakatlaringizni mana bu yoqda o'zgartirmaguningizcha bu pulingiz oshmaydi. Lekin bu pul bir pog'ona pastdagi sizga to'g'ri keladigan pul yetmaydi, bu естественно. Tushunarli? Biz ba'zan shunga xalaqit beradigan narsani olamiz-u, yangi shakllantirmaymiz o'zimizni. Ya'ni avvalgi xatti-harakatimizni qilib turib, boshqa natijani xohlaymiz. Faktor ko'p. Mana shu aytgan narsalarimdan qarab ko'ring, qaysi biri sizda bor. Yana boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Agar masalan individual gaplashganimda men sizga точно aytardim nima uchun bunaqa bo'layotganini. Но hozir приблизительно hammada eng ko'p uchraydigan sabablarni aytdim. Kimda xuddi shu sabablar bor yozib olinglar. Aynan siz ishlashni boshlaganingizda sizni ishingizni samarali bo'lishiga mana shu aytib o'tganlarimdan qaysi biri to'siq bo'lar ekan, o'zingiz bilmagan holda. Buni so'raganim bu sizlarga qanchalik ma'lumot foydali bo'lganini bilishni xohlayman. Assalomu alaykum. Men 2 farzandim bilan yashayman. Hamma mas'uliyat o'zimda. Bir xil vaqt ishim juda yaxshi bo'ladi, lekin charchash his qilaman. Balansni ushlolmay tushkunlikka tushaman. Dochodni oshiraman degan sari kamayishni boshlaydi. Bu yerda ham umumiy javob aytganim bilan sizni точно javobingizni ayta olaman deb o'ylamayman, chunki nechta inson bo'lsa shuncha situatsiya, shuncha sabab. Nimalar bo'lishi mumkin? Balansni ushlolmayapman, o'zingiz aytyapsiz va именно mana shu joyga qarash kerak. Nima uchun balans ushlanmayapti? Chunki men qayerdadir o'zimni juda qattiq, nima deydi? O'zimga nisbatan juda qattiqqo'llik qilyapman. Mani potensialim yetadigan va fizический kuchim yetadigandan tashqari narsani qilishga o'zimni majburlayman. Dam olishimda vaqtimni nimaga sarflayapman? Vaqtni rejalashtirish juda yaxshi yordam beradi bu yerda. Lekin dochodimni oshiraman deb yopishgan sari kamayyaptimi? Buni tagida nimadir bo'ladi. Chunki dochodimni oshirish menga nima uchundir xavfli. Mana shu yoqqa qarashingizni tavsiya qilaman.
Dohodim oshsa, nima yomon narsa sodir bo'ladi? Nimadan qo'rqaman? Shu narsaga qarab ko'ring taxminan. Dohodingiz oshsa, hamma narsa zo'r bo'lishini bilaman. No, siz o'zingizga shunga javob toping aynan. Nima yomon narsa bo'ladi? Bir qarashda yomon narsa yo'q deb o'ylaymiz, lekin podsoznательно u javob turgan bo'ladi. Shu javobga qarang va o'sha yomon narsa bilan ishlab ko'ring. Qanaqa hisoblash kursda o'rgatiladi, kelinglar. Matritsamizni bilmaymiz-ku, tushunishni. Kursda matritsangizni qanaqa qilib chiqarish, uni qayerda aynan pul kanali turibdi, u nimaga javob beradi, hammasi o'tiladi. 8-8-16. Mazza kanal. Zo'r. Yangidan qurish. Karma va yana karma. Tezlashtirilgan. Karma yomon narsa emas. Yaxshi narsa. Ya'ni kimdir uzoq kutsa, siz tez natijaga chiqa olasiz. Bu tomonlaringizdan foydalanishingiz kerak pokiza. No, ko'proq qurishga qaratasiz. Masalan, yangi munosabatlar qurish yoki yangi kurslar yaratish, yangi masalan deylik, siz turoperatorsiz, yangi yo'nalishdagi turlarni tashkil qilish hech kimda bo'lmaganda более лучше, более комфортный. Shunaqa narsalarga qaratishingiz kerak yoki umuman qurilish kompaniyalarida ishlash juda yaxshi to'g'ri keladi. Har xil. Dastlab o'zimiz rivojlanib, keyin travmalarimizni yechsak, keyin pulga harakat qilish kerakmi? Bo'lmasa kelmaydi bloklarimiz. Qarang, пока travmalarimizni yechmasak, biz pulga kelolmaymiz. Agar shu pulga kelishimizga travma to'sqinlik qiladigan bo'lsa. Вот aytdim-ku, pul kanali, u yerga siz toshlarni terib qo'ygansiz. Пока u toshlarni chetga olmaguncha iloji yo'q. Hozir aytayotganingiz, mana toshlar turadi, men oldinroqqa boraman, keyin orqaga qaraymanda kelib bu toshlarni olaman o'tishim uchun. Logika yo'q. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ong ostida mana shu to'sqinlik qilib turgan narsa bormi, пока uni olmaguncha ishlamaydi. Savollarga vro'di hammasiga javob berdim. Ishga chiqish uchun o'zimga qanday ruxsat berishim uchun nima qilsam bo'ladi? Buni точно nishonga urib aytdingiz, katta rahmat. Nima deganim esimda yo'qdir. Agar prям siz haqingizda bo'lsa va nimadir tushungan bo'lsangiz, xursandman. Ishga chiqishga nimaga men ishga chiqishni xohlamayman deb o'zingizdan so'rang. И mana shuncha spiska chiqadi. O'sha chiqqan narsalarning hammasini o'tirib mayin ishlab chiqasiz. U yoqda qo'rquv bo'lishi mumkin, u yerda javobgarlikni olishni xohlamaslik bo'lishi mumkin, u yerda kimgadir o'xshab yashashni davom ettirmaslik bo'lishi mumkin, ko'p narsa bo'ladi. Mana shu narsalarni yozib chiqish kerak. Prям o'zingizga savol bering, nima uchun man ishga chiqishni xohlayman, lekin bo'lmayapti degan joyimizda, nima uchun man ishga chiqishni xohlamayman deb savol bering. Qidiring javobini. Yo'q, xohlayman-ku demang. Nima uchun xohlamayman? Yomon tomoni nima? Ishga chiqsam nima yomon narsalar sodir bo'ladi? Dengda. Keyin kutilmagan judayam ajoyib sizdan keladigan javoblarni yozib chiqing. Hammasi oydinlashadi. Aziza, hammanikini qisqacha aytib berolmayman, chunki qizlar ko'pchilik yozgan. Men просто misol tariqasida 2-3 kishinikini aytib berdim. Boshqalar bu nima haqidaligini tushunishi uchun. To'liq va mukammal javob uchun katta rahmat. Haqiqatdan kurslarni xuddi sehrli tabletka bo'lishini xohlar ekanman. To'liq chuqur rioya qilmas ekanman. Berilgan vazifalarga tashakkur sizga.
Sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Xursandman. Siz da bo'layotgan jarayonlar ko'pchiligimizda bor. Menda ham bo'lgan. Hozir, prям hozir sizlarga aytishim mumkin. Men uchun вообще yangi sfera bo'lgan. Даже ikkita. Ikkita men uchun yangi sfera bo'lgan narsani boshlab tashlab qo'ydim. Bittasi ingliz tili edi, bittasi umuman yana boshqa sferadagi narsa. Конечно, natija yo'q menda, chunki aytilgan narsalarni qilmayapman. Mana borayu kallamga joylashsin deb borganman. O'tirib yodlash kerak. Man uchun undanda muhimroq narsalar bor tipa. Yodlamadim. 4-5 darsga kelib уже hech baloni ham tushunganim yo'q. Xuddi shunaqa. Хорошо. Давайте endi birga ishlaymiz. Praktika bajaramiz. Praktikada siz xohlagan unaqaga o'tsak, biz xohlagan daromadga o'tsak, nima bo'lishini tekshirib ko'ramiz. Kimda figurkalar bor, o'zinikini olib ishlatishi mumkin yoki men bilan birga bajarishlaringiz mumkin. Tak, ko'rinyapti hammasi. Undagi narsani ololmayman. Buni bu yoqqa cho'zishni iloji yo'q. Solid qozonasizmi? Qanaqa figuralarni tanlaymiz? Birinchi siz. Hozirgi siz. Hozirgi daromadingiz. Summa bu yerda. Ikkinchi yerda pul qo'yaylik. Hozir siz topayotgan pul. Hozirgi summangiz. Va bu summadagi sizni foydalaringiz. Foydalaringiz nima degani? Yoki hayotingizni tarzi desam yaxshiroq tushunarliroq bo'ladi. Hayot tarzingiz. Shu paytda siz hayot tarzingiz qanaqa bo'lyapti? Bu narxga siz nimaga ega bo'lyapsiz? Sizdagi potensial, sizdagi energiya, mana shu narsalar qanaqaligi haqida mana bu figura. Intensivlik. Hozirgi intensivligingiz. Va bu keling sizni hozirgi guruh общениеңiz. Sizni o'rab olgan, siz munosabat qila oladigan insonlar. Dada hamma uchun ishlaydi. Uy bekalari uchun ham ishlaydi. Nimaga? Chunki uy bekasi ham ish ekanligi hozir hech kimga sir emas. Va turmush o'rtog'ingiz tomonidan baribir sizga pul keladi. Parada pullar haqida menimcha efir bor, eshitib ko'rishni tavsiya qilaman sizga. Ya'ni siz o'zingizni ustingizda ishlash orqali ham turmush o'rtog'ingizdan pul keladigan bo'lsa, uni oshirishingiz mumkin. Vaqtinchalik uy bekasidirsiz yoki vaqtinchalik bo'lmasa, ya'ni dekretda bo'lmasangiz, balki prarabotka orqali o'zingizni yo'lingizni topib, balki ishlashingiz mumkin. Variantlar ko'p. Hozir
Daromadingiz baribir bor. Siz uchun qanchadir pul sarflanadi. Даже если turmush o'rtog'ingiz sarflayotgan bo'lsa, kiyinishingizga, там, qosh sochingizga, yana nimalargadir ham pul to'lanadi. Примерно bilasiz sizga qancha pul sarflanishini. Yeb ichishingiz puli hammasi bepulga kelmagan. Pulsiz yashay olmaymiz. U pul ko'rinishida kelmagan bo'lsa, там, turmush o'rtog'ingizni g'amxo'rligi ta'minlashi orqali kelayotgan summa. Endi hozir o'zingizni figurangizda bo'ling va o'zingiz his qiling. Bitta telefondagilar 4 ta figura olasizlar. Mana. Siz hozirgi daromadingiz, u hayotingizdagi potensial, intensivlik, hozirgi vaqtdagi va sizni o'rab turgan insonlar, окружение. Hamma o'zini figurasida nima his qilayotganiga ahamiyat bersin va o'zingizni figurangizdan turib pulga qaraysiz, bunga qaraysiz, bunga qaraysiz. Va har uchalasidan siz ularga qaraganingizda nima his qilishingizni qarang. Qanaqasiz? Siz uchun bu pul nima haqida? Ya'ni pulga qaraganingizda nima his qilyapsiz? Hozir topayotgan pulingiz. Undan keyin qarab ko'ramiz bu figuraga. Ya'ni narx yoki men shuni sizlarga qanchalik tushuntirib bera oldim bilmayman. Вот mana shu pul orqali nimadir kirib kelyapti hayotingizda va hayotingizda jarayonlar bo'lyapti. Bu o'sha haqida. U pulga kelgan narsalar emas, u pul orqali hayotingizga kirgan narsalar orqali sizda bo'layotgan jarayonlar haqida. Хорошо. Endi ikkinchisini his qiling. O'qidim. Kelma jarayonga orqa o'girib turman. Orqa o'girib turganingizda guli qayoqqa qarayapsiz va e'tiboringiz nimada va u yerda nima turibdi qarang. Pulga qaraganimda xotirjamlik. Конечно, maksimalniy hammalaringiz uchun bu pul komfortni chiqadi. Chunki hozir bu pul kam desalaringiz ham, boshqa narsa desalaringiz ham, hozir siz uchun, ong ostingiz uchun xuddi shu joyda o'zini безопасный his qilyapti-da. Shuning uchun shu o'tmish. O'tmishdagi aynan nima qarang. И pulga nafrat menda nega? Вот nega? Qarab ko'ring. Aynan nima uchun nafrat? Вот nafratdan bir qadam oldinroqda nima bo'lgan? Nima turibdi? Nima hissiyot bor va orqasidan nafrat uyg'ongan? Shunga qarang. Kamlik qilyapti nimalardir menga. Вот prям qarang, Anora, masalan, hozir mana shu sizni potensialingiz bo'lsa va bu yerda siz nimanidir kamlik qilayotganini his qilsangiz, demak, mana shu joyda, shu hozir yashayotgan paytimda doim nimadir kamligini his qilib yashashim uchun menga bu kerak. Ya'ni doim nimanidir kamligini his qilib yashashimni ortida, masalan, mani ajdodlarimni xuddi shunaqa kamchilikda yashashi va man ularga tegishli ekanligim bor va man pullarimni
oshirganimda xuddi ularga o'xshab nimadir kamligini his qilmayman va ularga tegishli bo'lmayman. Shuning uchun menga hozir komfortda. Sal ko'paysa kamlik yo'qoladi. Kamlik mani ajdodlarimga tegishli ekanligimni yoki ular bilan bog'lanishimni yo'li hisoblanadi. Masalan, shunaqa qilib tahlil qilamiz. Ikkinchi figurami? Ikkinchi figura bu potensial. Hayotimdagi jarayonlar. Pulni evaziga kelayotgan mani состоянием. Pulni evaziga mani hayotimga nima kirib kelyapti? Mana shu pulni evaziga mani hayotimga nima kirib kelyapti? Pul qadr-qiymatizdek ko'rinyapti. O'zini figuraga itarib turibdi. U begonadek. Buni ham his qilinglar. И дальше o'tamiz uchinchisiga. Mani окружением bilan qanaqa? Anglash, onam juda ko'p topganlar pulni tog'imlar doim olib ishlatishgan. Oxiri hamma o'zini ishini bitirib, onam keraksiz insonga aylanganlar. Pul kelishi to'xtagan deb aytilishlar. O'sha joyda aslida mani nafratim onamga adolatsizlik qilgan tog'alarimga qaratilgan va buni tagida yotgan narsa pul bo'lgani uchun men uni tog'amga to'g'ridan to'g'ri proyektsировать qilolmayman. Mumkin emas bizada. Shuning uchun men buni pulga ko'chirganman. Menga zaruriy yordam kelayotgan ekan. Вообще hozir hamma chiqqan javoblarni analiz qilib ko'rsa, Telegramdagilar sizlar ham yozishlaringiz mumkin. Qarab beraman. Hamma ahamiyat berayotgan bo'lsa, hozir nima chiqsa ham, yomon deysizlarmi, yaxshi deysizlarmi, sizlarni ma'lum bir programmalar asosida yashayotgan hayotlaringiz chiqadi. Ya'ni menda hozir mana shu narsa yongan va shu yongan programmamni asosida men shunaqa yashayapman. Masalan, tam aytaylik, nafrat demak, menda bor bu. Men o'shani oqibatida o'sha qachondir yuzaga kelgan nafratimni tugatmagan tajribam bo'lgani uchun, anglashim oxirigacha bo'lmagani uchun nafratimni etapida yashayman va men qachon buni anglaganimda bu etapdan keyingisiga o'taman. Как бы biza xuddi birinchi sinf, ikkinchi sinf, uchinchi sinfga o'tgandaqa qachondir shakllangan travma, blok, uстановка, loyallik oqibatidagi har xil rodovoy programmalarni zinalaridan uni anglab tepaga chiqadiganga o'xshaymiz. Sizga ham negadir uchinchisida atrofdagilarni o'zgartirishim kerak ekan degan fikr keldi. Ya'ni boshqa insonlar klubiga o'tishim kerak. Nima uchun? Men kimni отрицать qilyapman? Qarab ko'ring. Qachonki atrofdagi odamlar menga yoqmasligida turibmanmi, demak, menda bu boshqacha bo'lgan. Qachondir men onam boshqa bo'lishini yoki otam boshqa bo'lishini xohlaganman. К примеру aytyapman. Yoki maktabimda shunaqa narsa bo'lganki, klubim bilan qo'shila olmaganman va sinfimni almashtirishni xohlaganman. O'qituvchim boshqa bo'lishini xohlaganman. Qaysi biri yozib yuboring. Men o'sha tugallanmagan hissiyotimni yoki tajribamni yoki yashab o'tolmagan hissiyotimni hozir mana shu pulimni hozirgi darajasida shu men yoqmagan insonlar bilan o'rab olingan bo'lib, o'sha hissiyotimni yashayapman. Tushunarli? Atrofimdagi odamlar his bo'lib turibdi. Juda ko'p narsalar hozir ham shunday davom etyapti. Rahmat, topolmay yurgandim. Vot. Ko'rdingiz? Atrofimdagi insonlarimda o'zimni aksimni ko'ryapman. Xohish istaklari, xarakterlari o'xshash. Demak, men hozirgi topayotgan pulimda juda kuchli loyalligim bor. Menga komfortni, shu paytda men o'zimni tarelkamda his qilaman. Ya'ni ota-bobolarim yashagan darajasida yashayapman. Aziza, sizda. Ya'ni qaysidir bir predkam yashagandaqa men hozir
o'zim topayotganimdan 5 barobar ko'proq topsam, man mana shu narsani yo'qotaman, ya'ni ajdodga tegishlilikni yo'qotaman degan qo'rquv bor. Manga hech narsa kerak emas deb turibman. Hammasidan chetga qarab turib, bu pulni evaziga manga hech kim tegmaydi, indamaydi, yorug'likdek tuyuldi. Вот Dilxumur, endi qarab ko'ring, man qachon nimadan yuz o'girganman. Вот, к примеру, shunaqa narsa bo'lganki, hayotimda e, nimanidir judayam xohlaganman va ota-onam menga man qilgan. Va man boykot qilganman. Man ham o'zim xohishlarimdan voz kechib yuborganman o'shanda. Masalan. U juda bo'lina bo'lgan. Bola o'sha narsani yashab o'tolmaganidan voz kechishga. Hozir mana shu darajamda o'sha etapim tugallanish uchun yana ko'tarilgan. Manda dars paytida farzandlarim fikrlarimni buzib ketdi. Хорошо, qaytib bajarsangiz bo'ladi, zapis bo'ladi. 3-figurada yuzni yuvadigan gelni qo'ygandim. Atrofdagi odamlar menga tetiklik, yoqimlilik, doim muhtojlik hislari keldi. Doimiy muhtojlik. Вот bu ham Sayda ajdodimga tegishliman degan gapga judayam o'xshayapti. Ya'ni biz ajdodlarimizni ichida o'zimizni maksimalni komfortni his qilamiz, bizga yoqimli va ularda doimiy muhtojlik bo'lgan. Men ham hozirgi pullarim orqali muhtojlik his qilaman. Biz tengmiz va menga yaxshi. Oshqozonimda behuzurlik bo'lyapti, ko'nglim ayniyapti. Qachon bizaga tana darajasida mana bunaqa narsalar bo'lsa, biza tanamiz gaplashish yo'li. Biz u narsaga qarashimiz kerak va uni tilini tushunishimiz kerak. Hammani tili har xil. Masalan, oshqozonda bo'layotgan jarayonlar ko'pincha men bilan sodir bo'lgan qaysidir voqea, hodisani men shunchaki hazm qila olmadim. Bo'lmasligi kerak edi degan etapda qolib ketdim. Bo'ldi shu narsa, endichi yoki afsus, lekin bo'ldi-yu, endi oqibati yoki qanday to'g'irlash degan narsa emasu, bo'lmasligi kerak edi degan joyda qolib ketganman degan. 3-figura atrofidagi odamlar men uchun hech narsa bilinmadi hamda loqaydek ko'rindi. Nimadan? Chuqurroq his qilishga harakat qilinglar. Men hammalaringizga qilib berishim mumkin, но o'zingiz his qilganingiz baribir zo'r. Men uchun hech narsa bilinmadi hamda loqaydlik ko'rindi. Loqaydlik ko'rindi. Loqaydlik kimda? Agar ularda loqayd bo'lsa, hozir topayotgan pullarim orqali atrofdagi insonlarni menga bo'lgan munosabat orqali men yoshligimda, к примеру, tug'ilganimda tan olmaganligimni his qilaman. Masalan, meni там kutishgan boshqa farzand bo'ladi deb, men boshqa farzand bo'lib tug'ilganman. Yoki masalan, o'g'il kutishgan qiz tug'ilganman. Vafot etgan opamni o'rnini bosish uchun meni kutishgan, o'zimni kutishmagan-da, misol uchun. O'zingizda loqaydlikmi? Unda tam tug'ilish bilan bog'liq bo'lgan travmaga qarash kerak. Tug'ilishingiz istoriyasini bilsangiz, eslab ko'ring, juda mos keladi. Ajdodga tegishlilikdan chiqish uchun qaysi kursda o'qish kerak? Ajdoddan chiqish tegishlilik munosabatlar kursiga taklif qilaman. Munosabatlar kursida ota, ona, ajdod, turmush o'rtoq hammasi haqida berilgan va tegishlilik nima, undan qanaqa chiqish polностью o'rgatilgan. Juda nima deydi, har bitta insonga kerakli kurs deb o'ylayman. Ko'krak orasida matkada og'riq berishi o'ng tomonda, lekin chapda og'riq bo'lyapti. Og'riqlar bo'lganda orqa orientироваться qilmanglar. Og'riqni просто his qilinglar, просто принимать qilinglar. Og'riqqa kirib ketmanglar, o'tkazinglar. U figurada bo'lganda signalni beradi, o'tib ketadi. Застревать qilmanglar, o'zlaringizdan o'tkazib boringlar. Strah bilan ushlab qolishga harakat qilmanglar og'riqni. O'zimda yolg'izlik, pulda imkoniyat, 3-figurada quvonch, xursandchilik, 4-figurada yangi odamlar, imkoniyatlar, pullari ko'p insonlar keldi xayolimga.
Mhm. Iroda qarab ko'ring. Mana shu sostoяние sizga nimani eslatadi? Munosabat kursi hozirlarni bor yozib boradi. Shunday o'tdi, rahmat. Все, отлично. O'tgan bo'lsa juda ham yaxshi. Ko'krak orasidagi og'riq ko'pincha xafagarchiliklarni bildiradi. Xumor и matkadagi og'riq по женской части. Afsus, ayol bo'lganman yoki afsus, o'g'il kutishgan, har xil. Просто ayollikka tegishli bo'lgan mm, afsuslarimizni bildiradi. Хорошо. Endi kim necha barobar pul ko'payishini xohlaganida eslanglar, man hozir pullaringizni nechadir barobar ko'paytiraman. Keling, вот 2 barobar, kim uchundir 3 barobar, 4 barobar va 5 barobar. 3 barobar. Все отлично. Komila. Вот plyus ko'paydi. Va shunda bu ham o'zgaradi. Qo'ysam ekan. Uni qo'yamiz. Va atrofdagi insonlar o'zgaradi. Bizni o'rab turgan insonlar. Endi qaytib har biriga qaraymiz. Va bu yerda ko'pincha уже mana bu figurada nekomfortno bo'lishi mumkin va o'zingizni ham o'zgartirishga to'g'ri kelishi mumkin. O'n besh barobar, конечно, zo'r. No 15 barobar ko'payganda hayotimizda ko'tarilib kelayotgan narsaga chidolmaymiz. Ya'ni Vселенныйga bizani pulimizni 15 barobar ko'tarib berish qiyinmas. Faqat uni orqasida kelayotgan narsalarga biz doim tayyor bo'lmaymiz. Shuning uchun da qisqa muddat ichida bo'lishi mumkin. 3 barobar, yana qisqa muddat ichida 5 barobar va 15. Harakat qilinglar, tam juda katta tsel qo'ymaslikka, chunki ko'p narsani ko'taradi. Yoki shunchaki u narsa bo'lmaydi. Вот, oyoqda qaltirash. И kuzatamiz, oyoqdagi qaltirash nimani belgisi man uchun. Bu qo'rquv bo'lishi mumkin yoki man oyoqda turolmayman. Ya'ni bu narsani ko'tara olmayman degan narsa bo'lishi mumkin. Man уже oyoqlarim bilan bog'liq. Устойчивость, zazemленность, nima стойкий nima bo'ladi? Ko'tara olmayman. Все отлично. Bu men uchun og'ir, ko'tara olmayman. Nima uchun? Bor kerak. Так, kimda qanaqa hissiyot? O'zi xohlagan darajada pullar ko'paytirilganda yozinglar. Bu men uchun qanaqa? Ya'ni biz pulimiz 2 barobar oshganda nima qilishimizni bilamiz. Kvartira olishimizni, uy olishimizni, nimadir qilishimizni bilamiz. Da. Lekin ong osti buni bilmaydi. Ong osti uchun boshqacha narsa kerak. Ong ostida mana bu jarayon kerak. Va biza hozir bu biz bilan sodir bo'lsa, men qanaqa bo'laman degan narsani, okrujeniyam qanaqa bo'ladi, hayotimdagi potensial, intensivlik qanaqa bo'ladi, buni anglaganimizda, aniqlik kiritilganda, ong osti endi unga qarab harakatlanishi oson bo'ladi. Quvonch, отлично. 3 barobar ozodlikka erishaman, samootsyanka, o'zimga ishonch yana ham ortadi. Endi kimdir yozgandi hozir 15 barobar oyog'imda qaltiroq. Harakat qiling, barobarini kamaytirish va siz uchun komfortnisini ko'rish. Tam 14, 10, 8, 7, 3 qarab ko'ring. 2 barobar, 3 barobardan hammasini bittadan qarab ko'ring. Qaysi birida sizga eng komfortni, shuni qoldirishni tavsiya qilaman. Хорошо.
Bunaqa, masalan, men million topsam, 10 millionga chiqishim realmi? Yoki men hozir 10 million topayotgan bo'lsam, 100 millionga chiqishim ham более realmi? Lekin men 100 million topayotgan bo'lsam, 1 milliardga chiqishim тоже насколько realni qarab ko'rish kerak. Menda xursandchilik, lekin o'zimni figuramda xuddiki qolgan figuralardan past va вот. O'zimni figuram bu emas уже. Chunki siz realni siz emas уже. O'zgarasiz. Ya siz uchun qaysi baravar qulay bo'lsa, yulduz shunda qoling. Qanaqa qilib topaman degan pul, ayniqsa boshqa davlatda degan qo'rquv. Aslida Komila, sizda imkoniyat hammanikidan ko'ra ko'proq bo'ladi. Va o'sha qo'rquv realni qo'rquv, ya'ni sizni adekvat qo'rquvingiz. Bu qo'rquvni ortidan variant izlash kerak xolos. Faqat qo'rquvni ichiga kirib qolib ketish emas. Qanaqa yo'llari bor ekan boshqa davlatda kim mana shunaqalar nima qilayotgan ekan deb e, variant qidirishga itarsin bu qo'rquv sizni. O'zimni figuramni tasavvur qilolmayapman. Almashtirdim figurani. Iroda. Endi zo'r. Все отлично. Endi qarab ko'ringlarchi, hayotlaringiz qanaqa o'zgaradi? Bu pulni bahosiga hayot qanaqa o'zgaradi? Ya'ni bu pul uchun nimani o'zgartirishingizga to'g'ri keladi? Bu yoqda nima bo'lyapti? O'zimni figuram yo'qadi. O'rta erkinlik. Hayot tarzimda rivojni ko'rdim. Buni buni ham his qilasizlar. Atrofdagi insonlar qanaqa o'zgaradi? Окружение nima bo'ladi? Mani pulimda o'zgarish bo'lsin. Men u odamlarga qanaqa qarayman? Mani kimlar o'ylab turadi? Ikkinchi figura atrofida aylanib turibman. Va bu men uchun nima? Ikkinchi figuramiz atrofda aylanish. Ya'ni ularga yaqin bo'lish, ular bilan iliq munosabatmi? Yoki qo'riqlashga o'tdimmi? Qo'rquvga tushdimmi? Himoya qilishga o'tdimmi? Qarab qarab. Yordam so'raganlar ko'paydi. Всё. Ana shunga qarashimiz kerak. Yo'q deyishni o'rganamiz, loyallik bilan ishlaymiz, aybdorlik hissi bilan ishlaymiz. Yulduz. Xursandchilik zo'r. Atrofdagilar toksik bo'lmaydi, hammasi o'zi bilan ovora. Kam daromad topganda ham atrofdagilar toksik bo'lmasligi va ko'p daromad topganda ham atrofdagilar toksik bo'lishi mumkin, chunki agar u yerda aybdorlik hissi bo'lsa, u yoqda ham bo'ladi. Iliq munosabat, stabillik. Endi figuralaringizni diqqat bilan kuzatinglar va birinchi figura bilan solishtiringlar. Va bu figura bilan bu figurani orasidagi farqqa qaranglar. Va bu sostoyaniyadan bu sostoyaniyaga o'tishga qanchalik resursingiz borligini his qiling. Hozir ayni damda mana shundan bunga o'tishga resurslaringiz bormi yo'qmi his qilinglar. Va bundan bunga o'tishga qaysi sifatlar kerak? Qaysi sifatlarni shakllantirish kerak yozib olinglar o'zlaringiz uchun. Xohlanglar chatda, xohlanglar daftarlaringizda. Va ikkalasining o'rtasidagi farq degani bunda qaysi sifatlar bor, qaysi hislatlar bor, qaysi xatti harakatlar bor va bu bilan buni orasida turgan g'ov bo'layotgan sifatga qaranglar. Ya'ni bunda bor, bunda yo'q. Buni bunga o'tishiga xalaqit berayotgan sifatga qaranglar.
Birinchi figura chakkan emas ekan. O'zim ikkinchi figurada chakkanmi? Nima chakkan? O'zimni rivojlantirishim uchun o'qishim kerak ekan. Mhm. O bo'layotgan sifat dangasalik ekan. Dangasalik orqasida nima bor? Dangasalik degan narsa yo'q o'zi. Dangasalik qachon shakllanadi? Qo'rqsa, energiyasizlikda. Uni sabablari bor. Qaysi biri shunga qarashimiz kerak. O'zimni figuramda kuchli degan xayol, pulda 3 barobar ko'payish, 3-figurada yashash sharoitim yaxshilanadi, 4-figurada potensialim kuchli insonlar. Bu yuqoriga o'tib ketaman. Oldin atrofdagilarni sezmagan edim, pulni 3 barobar ko'targanimda atrofdagilarni his qildim. Shunda nima bo'yicha ishlashim kerak? Oldin atrofdagilarni sezmagan edim bo'lsa, mani ota-onam bilan kontaktim qanaqa? Shunga qarashim kerak. Onam bilan desak bo'ladi ko'proq. Otam bilan bo'lishi ham mumkin. Kontaktim qanaqa? Tashqaridan ota-onangiz bilan chiroyli munosabat qilganingiz haqida emas, energetический kontaktingiz, qanchalik o'zingizni komfortni his qilishingiz, qanchalik nima orqali ularga bog'lanayotganligingizga qarash kerak, shu bilan ishlash kerak. Dangasalik yaxshi kayfiyat ikkinchi figurada. O'zimga past baho bermaslikda, xizmatlarimga past narx qo'ymaslik. Qaraymiz, bu nima bilan bog'liq? Buni menga o'rgatishgan yoki nimadir xatti-harakat bo'lganki, men bunga xulosa qilganman va aynan nimadan boshlangan shu o'sha bilan ishlaymiz. Qattiq esnash blokdan emas, energiyasizlikdan. O'qib o'rganish, shijoat, kelajakdan qo'rqmaslik, kamroq o'ylash kelajakni. Demak, kelajakdan qo'rquv menda qayerdan boshlangan? Qo'rquv bor ekan, tanbeh eshitishdan. Bar bu o'sha ko'k tabletka tanbeh eshitish ham sizda-da. Несущая konstruksiya deydi. Oxirgi savol, mana shu ikkita figurani o'rtasidagi farqni qaranglar. Sizga hozirgi holatingizdan bunga o'tishga nima xalaqit berayotgan ekan? Shunga qarang. Bar sizda bitta ko'k tabletka bor, Gulida bitta ko'k tabletka bor. Farqi yo'q. Ongiz aldayapti. Orasida farq bo'lmasligini iloji yo'q. Umuman iloji yo'q. Pul sizni juda ham o'zgartiradi. Hozirgi turgan sostoyaningizga qarang. 2 yil oldingi sostoyaningizga qarang. Agar 2 yil oldindan pul topadigan bo'lsangiz, ismingiz yo'q ekan. 2 yil oldingi sostoyaningizga qarangda, o'sha siz bilan hozirgi siz неужели farq qilmaydi? Farq qiladi. Tilaba energiyani oshirishda nimalar qilish kerak? Dastlab nimadan boshlaysiz? Birinchi preampolida ko'rish mumkin, mani energiyam qayerga oqyapti. Sehrli tayoqcha kerak menga. Endi sehrli tayoqcha uchun bilasizmi, juda ko'p o'qish, ishlash kerak. Va o'shanda siz sehrli tayoqchaga o'zingiz aylanasiz. Menda bir ishonch ko'paygan 2 yil oldingidan. Kibr. Хорошо. Kibr orqasida nima turibdi? Kimdan nimani qasdini olyapman? Kimga nimani isbotlashga o'tib ketdim? Kimda alamim qolgan, hali sizlarga ko'rsataman deganman. O'sha yoqqa qaraymizda, o'shani ishlaymiz. Nabor, всё. Bo'ladi deyapsiz, rasnovka olish kerakmi? Manda hamma texnikalar rasnovkaga asoslangan. Rasnovka qilishni kursida o'zingiz o'rganishingiz mumkin. Mustaqil yoki rasnovka olishingiz mumkin.
Birinchi figura energiyasiz, ikkinchisi vot, ikkinchisida energiya to'la. Вот mana bu figurada energiya juda ko'p, potensial ham juda ko'p, движение juda ko'p, harakat juda ko'p. И вообще o'zlaringizni просто eski o'zlaringiz bilan solishtiringlar. Bo'lishi mumkin kamroq pul topgansiz, juda ko'p harakat qilgandirsiz. Hozir siz kamroq harakat qilarsiz, ko'p pul toparsiz. Gap u harakatda emas, gap energetический движениеda. Siz ertadan kechgacha idish tovoq yuvishingiz mumkin yoki kuniga 2 soat o'tirib, qaysidir proyekt ustida ishlashingiz mumkin. Va energetический движение ikkinchisida ko'proq bo'lgani uchun u yerda ko'proq pul topasiz. Fizический движение emas, energetический движение. Qaranglar, kim hozir qancha pul topayotgan bo'lsa, u hozir dunyoga keltirayotgan foydasini ekvivalentiga teng. Qilayotgan ishingiz dunyoga qanchalik foydali bo'lsa, shuncha pul olyapsizlar. Balans har doim bor. Mana aytdingiz hozir. Qaysi birdan ikkinchisiga qanday o'tishni bilmayapman. Qarab ko'ring farqini. Iroda, bu qanaqa, bu qanaqa. Va mana bunaqa bo'lishim uchun nima xalaqit beryapti? O'shalarning hammasini ishlayman. U yerda bitta narsa emas, ko'p narsa chiqadi. Negadir inishim degan fikr keldi, qo'rquv. 3 kunlik kursdan so'ng katta qo'rquvlarim deb o'ylagandim, lekin hali ham bor ekanini maza qilib qolganim ko'nglim hozircha. Anora tushunmadim. Bitta yuqoridagi frazasi tushunarliroq qilib yozing. Qanaqa qo'rquv? Oldin faqat boshqalar uchun yashab charchagan edim. Hozir sal o'zimni his qilyapman. Juda bitta savol sizlarga. Bugun kursdoshimdan интересный savol keldi-da. Qaysi kino edi? Kinoni oti esimdan chiqdi. Mana shu kinoda Suyunchi kinosi bor-ku, o'sha kinoda Anzirat buvi sovchilik qilib borib, 5 ta qizdan 7 sinfda o'qiydigan o'sha gap qaytargan qizni mana shuning kelin qilaman deb aytadi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun u shuni kelin qilishga qaror qilgan degan savol keldi. Hozir sizni javobingizni o'qib, shu savol esimga tushdi-da. Nima deb o'ylaysizlar? O'shanda nima uchun o'sha qizni kelin qilishga qaror qilgan? O'sha bu. O'qib ilm olish. O'qib ilm olishdan maqsad nima? Nimani aynan? Energiya kuchli. Kimda? Mana shu bulada energiya kuchlimi yo hozir savol berganimdami? Nevarasini boshqara olish potensiali borligida. Nevarasini ong darajasiga moslagan. Demak, uni nevarasi baland, uniki balandmi yo uniki nevarasi pastmi, qizniki ham pastmi? Nima degani? Qanaqa ong darajasi? Qolgan qizlarini ong darajasi balandroq edimi yo pastroq edimi? Nima deb o'ylaysiz? Sizlar ham yozinglar. Telegramdagilar. O'ziga o'xshagani uchun. Тоже хороший ответ. Qizni energiyasi kuchli. Qo'rquv munosabatlarda edi, pulga aralashtirib yuborgandim. Hozir boshqa qo'rquvlarim borligini his qildim. Ayniqsa ota-onamni puli ko'p bo'lmasligi kerak. Da, Anora, как бы nimadir topganingizda, все topdim deb xursand bo'ldingiz.
endi yo'q deb o'yladingiz va keyin yana nimadir chiqsa, bunaqa hafsalangiz pir bo'lmasin. Normalni, o klassni yana bittasini topdim. Dengda ishlab ketavering. Ular bunchalik ko'p qachon tugaydi deb o'ylamang. Ular haqida o'ylamang. Ularni prosta oldingizdan chiqqan toshcha chetga surib o'tib ketishni o'ylang xolos. Mhm. Yosh bo'lgani uchun o'zlariga moslashtirish olish oson bo'lishi. Ular hammasi moslashib bo'ladi-ku, bu moslashmaydiganida ayni. O'rniga o'ziga o'xshagan energiya ichishni bo'lgani uchun. Qolgan qizlar institutda o'qirdi. Да, в принципе, вообще hammalaringizni javoblaringiz to'g'ri desak bo'ladi. Chunki o'ziga o'xshagani ham, boshqasi ham. No, man bu savol nimaga esimga tushdi? Shu paytgacha man boshqalar uchun yashagandimu, endi o'zimni his qilyapman degan sizlarni javoblaringizni o'qib, bu esimga tushdi. Aynan o'sha qizda man qaraganimda tushungan narsam, man o'sha qiz hali sistemani, jamiyatni, bu egiltirib-bukiltirib qolipga solgan qolipiga kirmagan edi. O'zini his qilardi, xohishlarini ayta olardi, ichki состояниесini ayta olardi. Biza bu yoshga kirib, bu to'rtburchakni ichiga biz aylana bo'lsak ham, aylanaligimizcha solib, to'rtburchak qolipga tiqib qo'yishganmiz. To'rtburchakmiz deb yashaymiz. Va qachon biz o'zimizni aylanaligimizni anglab, o'zimizni asl holatimizga qaytsak, ana unda точно zo'r ko'p pul topamiz. Dadilligi bemalol gapira olgani, chunki o'zligini, shaxsini, shaxsiyatini yo'qotmagan, boshqalar bilan bir xil bo'lib slivatsiya, вот labbay bir narsa, bu hamma qilishi kerak bo'lgan narsa, jamiyat talab qiladigan narsa. Shunaqa bo'lishing kerak deyilgani uchun hammasi xuddi shunaqa o'zini tutdi. Bu esa o'zi bo'lib qoldi. Man dastlab shunaqa kelin bo'lgandim, keyin qolipda yashadim. Chunki unaqa bo'lib yashash, конечно, qiyin. Qachondir yo siz sistemani sindirasiz, yo sistema sizni sindiradi. Ikkinchi variant ko'pincha to'g'ri. To'g'ri emas, bo'ladi. Birinchi variant qiyin. Qizda ishonch kuchli, o'z holatiga mas holati qanday bo'lsa, shunday ko'rinishga harakat qildi va natijaga pishmagan uchun-da shunaqa. Konsultatsiya yoki koachda ishlasa bo'ladimi-da? Bo'ladi, Yulduz. Zarning ko'rib bersangiz bo'ladi, administrator. Toshkentdan rasnovka qilasan. Rasnovkalarni hammasini onlayn qilaman. Shahnoza, umuman sizga bu nima deydi? Yaxshiroq qulaylik tug'diradi. Sizga to'g'ri kelgan vaqtda Zoom orqali o'tkaziladi. Shuning uchun zamon, makon ahamiyatsiz bo'ladi. Sistemani sindirdim. Xursandman. Man dastlab shunaqa kelin bo'lganman, keyin qolipda yashadim degan sistema sindirgan bo'ladi o'shanda. Boshida sistemasi sindira olmagan, keyin qolipda bo'lsa, уже sistema sindiribdi-da. Lekin yana u narsadan chiqa olamiz. Xohishimiz bo'lsa doim chiqa olamiz va shu uchun ham narsalarni o'rganyapmiz hozir. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz daromadimizni oshirish uchun o'zgarishimiz kerak. Biz hayotimizdagi insonlar, hayotimiz tarzi, hayotimizdagi potensial, hayotimizdagi jarayonlar o'zgarishi kerak va biz qanchalik bu narsaga tayyor bo'lsak, shunchalik tezroq boshqa daromadga chiqamiz. Va biz har doim bir sostoyaniyadan ikkinchi sostoyaniya orasidagi farqni bilishimiz kerak. Bizga nima yetishmayapti, nima g'ov bo'lyapti. Xuddi shu narsani har safar qilib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir 10 million topyapsiz, 15 million uchun bitta ishlaysiz, 15 millionga chiqdingiz, 20 million uchun. Пожалуйста, yana xuddi shunaqa qilib ishlaysiz. U yerda har safar har xil bo'lasiz. Tushunarli? Shu aytmoqchi bo'lganlarim. Demak, ro'paraso 2 soat bo'libdi. Uchrashuvimizni bemalol yakunlasak bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga полезно bo'ldi deb.
hamma o'zi uchun nimadir ololgan bo'lsa xursandman. Va pul haqida hali efirlarimiz ham ko'p bo'ladi, kurslarimiz ham ko'p bo'ladi. Planlashtirgan kurslarimiz ko'p. Bu yilni hisobida bo'ladigan pul kurslari hali bor yana. Bittasi, ikkita intensiv уже o'tdi. Kambag'allik uстановkalari bilan ishlash haqida va ikkinchisi turmush o'rtog'ini daromadiga ta'sir o'tkaza olish, ya'ni daromadini oshishiga yordam berishda o'zini xalaqit berayotgan programma uстановка bloklari bilan ishlash haqidagi intensiv kurs o'tdi. Uchinchisi bu matrica tahliliga bag'ishlangan bo'ladi. Ikkita kurs o'zingiz ustida ishlash va nima deydi, biroz qiyin bo'lgan transformatsiyalarni o'tkazishga to'g'ri keladigan kurs bo'lsa, bu kurs prям unga duhi yetganlar keladi deylik. Bu kursga hamma kelishi mumkin. Og'rig'idan ham qochadigan, qo'rqadigan, javobgarlikni olmaydigan hamma kelishi mumkin bu kursga. Chunki bu kursda siz hech kim tegmaydi. Sizga faqat instruksiya beriladi. Mana bu narsalarni qiling. Klassni. Mana buni qila ko'rmang. Bu sizga xalaqit beradi. Mana bu professiya yaxshi, mana bu professiya sifatida yaxshi, lekin sizga pulingizga to'g'ri kelmaydi. Shunga o'xshash narsalar haqida gaplashamiz. Masalan, kimdir pulini farzandlariga sarflashi juda yaxshi daromadga chiqaradi. Kimdir pulini investitsiya qilishi daromadga chiqaradi. Ya'ni mana shu narsalarni o'zingiz haqingizdagi mana shu narsalarni yaxshi bilib olasiz. Taklif qilaman, kelinglar. Rahmat. Erinmasdan shuncha narsalarni yuboribsiz. Rahmat. Tak, yurakchami. Tak, rahmat zo'r bo'ldi. Har bir darsingizdan keyinroq juda ko'p narsalarni anglayman. Keyinroq degan joyingizga men ham tushunaman. Chunki men ham qayta-qayta eshitish odatim bor. Любой bitta darsda. Qayta-qayta eshitganda ko'proq tushunamiz. Chunki birinchi marta ongimiz filtr qiladi. O'zi bilgan narsalarni oladi, bilmagan tegmaydi. Ikkinchi marta bilmaganni ham kirishni boshlaydi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Yaxshi dam olinglar. Sizga ham rahmat. Maxsimum. Lobar. Sog' bo'linglar. Xayr.